Bugun yurtdoshlarimiz bilan qiziqarli dondonziki o'yinini o'ynaymiz. Agar ular meni yutishsa, ularga shunchaki erma yogurtini sovg'a qilib yuboraman. Keling, sizlar bilan dondonziki o'yinini o'ynaymiz-da. 3 turnish bo'ladi. Yutsanglar, men sizlarga erma yogurtini beraman. Bo'ladimi? Qaysi biri? Bo'ldi. Sayzimizni bersin ha. Dondonziki. Kesdim. 1-0. Dondonziki. 2-0. Oxirgi urinishlar ekan. Dondonziki. Dondonziki. Yutqizdik. Birinchi ishtirokchimiz yutqizdilar, endi o'rtoqlari bilan. Dondonziki. 1-0. Mayli. Dondonziki. 1-1. Dondonziki. 2-1. Dondonziki. Ikkalasi yutqizishdi. Dondonziki. Voy, mayli, taslim bo'lmaymiz. Lekin taslim bo'lmaymiz. Dondonziki. Dondonziki. 2-0. Dondonziki. 3-0. Yutqizdim. Tabriklayman, erma yogurtini yutib oldingiz. Dondonziki. 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 2-1. Dondonziki. Dondonziki. 3-1. Yutqizdingiz. Sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi o'yinlarimiz ishtirokchisi siz bo'lishingiz mumkin.